Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim ma'lumotni yetkazmoqchimanki, uni bilmaslik siz uchun juda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va pensiyangiz bank kartasiga tushsa, bu video aynan siz uchun. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizning moliyaviy barqarorligingizga, balki kundalik hayotingizga ham bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumotni hech qachon hech kim sizga bunday batafsil tushuntirmagan. Keling, kechiktirmasdan asosiy masalaga o'tamiz. Pensiya oluvchilar uchun bank kartalari orqali pensiya mablag'larini olish tizimi o'zgarishlar arafasida. Agar BTI 30 sonli yangi qonun pensiya mablag'larini boshqarish tartibiga jiddiy o'zgartirishlar kiritmoqda ilgari. Ko'pchilik pensionerlar uchun bank kartasidan pul yechish yoki undan to'lovlarni amalga oshirish jarayoni juda sodda edi. Ba'zilar pensiya kartalarini yaqinlariga berib, ularning yordami bilan kommunal to'lovlarni to'lar. Oziq-ovqat xarid qilar. Hatto ba'zida farzandlari yoki nabiralar ularning nomidan onlayn xaridlar ham amalga oshirishar edi. Bu amaliyot ko'plab keksa yoshdagi insonlar uchun qulaylik yaratardi. Chunki ularning sog'lig'i yoki jismoniy holati bankka borishga yoki bankomatlardan foydalanishga imkon bermasdi. Ayrim hollarda esa qishloq joylarda yashovchi pensionerlar uchun bank filiallariga yetib borish uzoq va qiyin bo'lardi. Shu sababli ular o'z pensiya kartalarini ishonchli shaxslarga topshirishga majbur bo'lishardi. Misol uchun, qishloqda yashovchi bir chol yoki kampir pensiyasi tushganda uni shahar markazida yashovchi farzandiga berib, "Bolam, men uchun shu pulni yechib, dorilarimni olib kel" derdi. Bu oddiy insoniy yordam shakli edi. Banklar ham bunga ko'p hollarda e'tibor bermasdi, chunki asosiy maqsad mablag'ning egasiga yetib borish edi. Endi esa yangi qonun bilan vaziyat tubdan o'zgaradi. Ammo bir mer 30 sonli yangi qonun pensiya mablag'larining shaxsiy xavfsizligini oshirish, firibgarlik holatlarini kamaytirish va pensionerlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya kartalari bilan bog'liq har qanday operatsiyalarda mablag' egasining shaxsan ishtiroki yoki uning aniq va hujjatlar bilan tasdiqlangan ruxsati yanada qattiqroq talab qilinadi. Ya'ni, endi sizning kartangizdan pul yechib olish, to'lovlarni amalga oshirish yoki boshqa bank operatsiyalarini bajarishda banklar ancha ehtiyotkor bo'ladi va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni, hatto ba'zida qo'shimcha ma'lumotlarni ham talab qilishi mumkin. Bu o'zgarish nafaqat bank filiallarida, balki bankomatlar va onlayn bank tizimlarida ham bilvosita bo'lsa-da o'z aksini topishi kutilmoqda. Bu qonun pensionerlarning mablag'larini ularning ixtiyorisiz boshqa shaxslar tomonidan ishlatilishidan himoya qilishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda bu qulaylikdan ko'ra ko'proq noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Keling, endi bu yangi qonunning tafsilotlariga chuqurroq kiramiz. Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar uchun bu o'zgarishlar ahamiyatsiz bo'lib qoladi? Bu qonun birinchi navbatda pensiya kartalarini yaqinlari orqali boshqaradigan yoki shu kartalar orqali uchinchi shaxslarga to'lovlar o'tkazadigan pensionerlarga tegishli. Agar siz doimo pensiyangizni o'zingiz shaxsan olgan bo'lsangiz, bankomatlardan o'zingiz yechgan bo'lsangiz yoki do'konlarda o'zingiz to'lov qilgan bo'lsangiz, siz uchun katta xavotirga o'rin yo'q. Asosan o'z hayot tarzini o'zgartirishingiz shart emas. Lekin baribir ma'lumotni bilib qo'yganingiz zarar qilmaydi. Zero har qanday vaziyatda ham tayyor turish yaxshi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Oysha momoning vaziyati. Tasavvur qiling. Oysha momoning yoshi 80 dan oshgan, oyoqlari og'riydi va bankka borishga qiynaladi. Uning pensiya kartasi har oy bankomatdan pul yechib, Oysha momoga olib kelgan farzandi Dilshodda turardi. Ilgari Dilshod uchun bu jarayon oddiy edi. U bankomatga borar, kartani solib, pin kodni terar va kerakli summani yechib olar edi. Hech kim unga hech qanday savol bermasdi. Endi nima bo'ladi? Yangi qonunga ko'ra banklar tranzaksiyalar monitoringini kuchaytiradi. Agar Dilshod har oy bir xil bankomatdan bir xil miqdorda pul yechsa, bu tizim tomonidan shubhali operatsiya sifatida bog'lanishi mumkin. Bank Dilshoddan nafaqat shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, balki pensiya egasining, ya'ni Oysha momoning pulni yechishga ruxsatini tasdiqlovchi hujjatni ham talab qilishi mumkin. Bu oddiygina notarial tasdiqlangan ishonchnoma bo'lishi mumkin. Agar Dilshodda bunday ishonchnoma bo'lmasa, bank operatsiyani rad etishi va Oysha momoning shaxsan o'zi kelishini talab qilishi mumkin. Bu esa Oysha momo uchun katta muammo. Agar Dilshod
har oy shu jarayonni takrorlasa, har safar yangi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun Oysha momoning vaziyatidagilar uchun Dilshod o'z vaqtida notarial tasdiqlangan ishonchnoma rasmiylashtirishi juda muhim. Bu ishonchnoma Dilshodga Oysha momoning pensiya kartasi bilan bog'liq barcha operatsiyalarni qonuniy asosda bajarishga imkon beradi. Lekin shuni ham yodda tutish kerakki, banklar har bir holatni individual ravishda ko'rib chiqishi mumkin. Shuning uchun hatto ishonchnoma mavjud bo'lganda ham ba'zida qo'shimcha tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Ikkinchi misol Ahmad akaning vaziyati. Ahmad aka internetdan foydalanishni yaxshi ko'radi. Onlayn xaridlar qiladi va kommunal to'lovlarni ham internet orqali amalga oshiradi. Uning bir necha bank kartalari bor. Ulardan biri pensiya kartasi. Ahmad aka pensiya kartasini internetga ulagan va undan tez-tez kichik miqdordagi to'lovlar uchun foydalanadi. Misol uchun, har oy mobil telefoni balansini to'ldiradi, internet xizmatlari uchun pul to'laydi va ba'zan onlayn do'konlardan dorilar buyurtma qiladi. Bu holatda yangi qonun Ahmad akaga bevosita ta'sir qilmaydi. Chunki u barcha operatsiyalarni shaxsan o'zi amalga oshiradi va uning shaxsiy ma'lumotlari bank tizimida saqlanadi. Biroq agar Ahmad aka tasodifan yoki aldovga uchrab o'zining pensiya kartasi ma'lumotlarini uchinchi shaxslarga bersa, bu holatda bank darhol shubhali tranzaksiyalarni aniqlab, kartani bloklashi mumkin. Ilgari bunday holatlarda banklar ko'pincha tranzaksiyani bekor qilishga shoshilmasdi. Endi esa xavfsizlik protokollari kuchaytiriladi. Agar siz o'z kartangizdan shaxsiy internet xaridlar qilsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. Faqatgina kartangiz ma'lumotlarini hech kimga bermaslikka va shubhali havolalarga kirmaslikka e'tibor bering. Agar kartadan pul yechish yoki to'lov qilish jarayonida siz tasdiqlamagan holda biror notanish veb-sayt yoki ilova orqali amalga oshirilgan bo'lsa, bu bank tizimi tomonidan darhol qayd etiladi va sizga SMS orqali ogohlantirish kelishi mumkin. Agar siz bunga e'tibor bermasangiz, bank mustaqil ravishda kartani bloklashi mumkin. Uchinchi misol Komil aka va uning nabirasi. Komil aka pensiya kartasini nabirasi Azizga berib qo'ygan edi. Aziz har oy bobosining pensiyasidan bir qismini yechib olib, unga dorilar va oziq-ovqat olib kelar. Qolganini esa bobosining ruxsati bilan o'ziga ishlatardi. Bu degani, bobo unga pensiyaning bir qismini cho'ntak haqqi sifatida berardi. Bu ilgari muammo emas edi. Chunki bu mablag'lar bobosining ruxsati bilan ishlatilgan. Endi esa yangi qonun bunday holatlarda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Agar Aziz muntazam ravishda bobosining pensiya kartasidan naqd pul yechib olsa va bu pullarning bir qismi uning shaxsiy ehtiyojlariga sarflansa, bank bu tranzaksiyalarni kuzatishi va ularni pensiya mablag'larini noto'g'ri ishlatish sifatida baholashi mumkin. Misol uchun, agar Aziz bobosining pensiya kartasidan ko'p miqdorda pul yechib, keyin u pullar onlayn kazinolarda yoki qimor o'yinlarida ishlaganligi aniqlansa, bank nafaqat tranzaksiyani bloklashi, balki huquq tartibot organlariga ham xabar berishi mumkin. Pensiya mablag'lari ijtimoiy himoya uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni noto'g'ri maqsadlarda ishlatishga yo'l qo'yilmaydi. Shuning uchun agar siz ham Komil aka kabi nabiralaringizga pensiyangizdan berib turgan bo'lsangiz, endi bu mablag'larni avval o'zingiz yechib olib, keyin ularga naqd pulda berishga odatlanishingiz kerak bo'ladi. Yoki yana yuqorida aytilgandek, rasmiy notarial ishonchnoma orqali pulni oluvchi shaxsning mas'uliyati va huquqlarini belgilab qo'yish kerak. Bunda mablag'ning qanday ishlatilishi aniq ko'rsatilishi lozim. 4-misol. Karim amaki va uning bankdagi qarzlari. Karim amakining farzandlaridan biri bankdan kredit olgan va uni o'z vaqtida qaytarmagan. Ilgari ba'zi hollarda banklar kredit qarzdorligini qoplash uchun qarzdorning yaqin qarindoshlarining, xususan pensiya oluvchi ota-onasining kartalariga o'z huquqlari doirasida ta'sir o'tkazishga harakat qilishi mumkin edi. Bu noqonuniy bo'lsa-da, ba'zi bank xodimlari orasida bunday urinishlar kuzatilgan. Yangi qonun aynan shu kabi holatlarning oldini olishga qaratilgan. Pensiya mablag'lari maqsadli hisoblanadi va ular qarzdorlikni undirish uchun ishlatilishi juda cheklangan holatlarda va faqat qonuniy sud qarori asosida amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni endi sizning farzandingizning qarzi uchun bank sizning pensiya kartangizdan pul yechib olishga yoki undagi mablag'ni bloklashga haqli emas. Agar sizga shunday urinishlar bo'lsa, darhol huquq tartibot organlariga yoki Adliya vazirligiga murojaat qilishingiz kerak. Pensiya mablag'lariga faqatgina o'z pensiya egasining shaxsiy qarzlari bo'yicha, masalan, sud qarori bilan belgilangan aliment yoki soliq qarzlari
va belgilangan tartibda undirish mumkin. Boshqa shaxslarning qarzlari uchun sizning pensiyangizdan hech qanday undiruvga yo'l qo'yilmaydi. Bu qonunning eng muhim ijobiy tomonlaridan biri hisoblanadi. Chunki u ko'plab pensionerlarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlaydi. Endi esa ushbu qonunning istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda ishonchnoma masalasi. Yuqorida aytganimizdek, agar siz pensiya kartangizni boshqa shaxsga topshirmoqchi bo'lsangiz, notarial tasdiqlangan ishonchnoma shart. Ammo shuni unutmangki, ishonchnoma barcha holatlarda ham universal kalit bo'la olmaydi. Misol uchun, ba'zi bank operatsiyalari, masalan, kartani qayta chiqarish, PIN kodini tiklash yoki bankdagi boshqa xizmatlarni faollashtirish uchun. Hatto ishonchnoma mavjud bo'lsa ham, ba'zida pensiya egasining shaxsan o'zi kelishi talab qilinishi mumkin. Bu bankning ichki xavfsizlik siyosati va mahalliy qonunchilikka bog'liq ishonchnoma berishdan oldin. Bank bilan bog'lanib, qaysi operatsiyalar ishonchnoma asosida amalga oshirilishi mumkinligi va qaysilari uchun egasining shaxsan ishtiroki zarurligi haqida aniq ma'lumot olishingizni maslahat beraman. Ba'zi banklar faqatgina naqd pul yechishga ruxsat beruvchi ishonchnomalarni qabul qilishi mumkin. Boshqa operatsiyalar uchun esa qo'shimcha tasdiqlash talab qilishi mumkin. Bu yerda asosiy tuzoq shundaki, ba'zi notariuslar barcha operatsiyalarga ruxsat beruvchi umumiy ishonchnomalarni rasmiylashtirishi mumkin. Ammo banklar ularning barchasini qabul qilmasligi mumkin. Ikkinchi navbatda raqamli iz. Yangi qonun nafaqat jismoniy operatsiyalarni, balki raqamli tranzaksiyalarni ham nazorat qilishni kuchaytiradi. Agar sizning pensiya kartangiz internet banking tizimiga ulangan bo'lsa va sizning parolingizni yoki login ma'lumotlaringizni biladigan boshqa shaxs muntazam ravishda sizning kartangizdan to'lovlar amalga oshirsa, bank buni ham shubhali harakat deb baholashi mumkin. Misol uchun, agar sizning o'g'lingiz sizning internet banking profilingizdan doimiy ravishda o'zining kreditini to'lab tursa, bank bu holatni aniqlashi va sizdan buning sababini so'rashi mumkin. Bunday holatlarda pensiya egasining "men rozi edim" degan o'zaki javobi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank bu tranzaksiyalarning maqsadini tushuntirishingizni va ularning qonuniyligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yozma ariza yoki kelishuvlarni talab qilishi mumkin. Shuning uchun, agar sizning internet banking akkauntingizdan boshqa shaxslar foydalansa, ularni darhol bu amaliyotdan cheklashingiz va mablag'larni faqatgina o'zingiz boshqarishingiz kerak. Yoki agar bu zarurat bo'lsa, bank bilan maslahatlashib buning qonuniy yo'lini topishingiz lozim. Ehtimol bunday xizmatlar uchun alohida ruxsatnomalar yoki shartnomalar tuzish talab etilishi mumkin. Uchinchi navbatda majburiy undiruvlar. Yuqorida aytib o'tilgandek, yangi qonun pensiya mablag'larini boshqa shaxslarning qarzlaridan himoya qiladi. Biroq sizning shaxsiy qarzlaringiz bo'yicha sud qarorlari mavjud bo'lsa, pensiya mablag'laridan undiruv amalga oshirilishi mumkin. Misol uchun, agar sizning qarzingiz borligi to'g'risida sud qarori mavjud bo'lsa, aliment, soliq, jarima yoki bank krediti bo'yicha ijro organlari bankka murojaat qilib, pensiyangizning ma'lum bir qismini undirishni talab qilishi mumkin. Bu holatda yangi qonun faqatgina undiruv miqdorini cheklashi mumkin. Ya'ni pensiyaning barchasini undirib olishga yo'l qo'yilmasligi mumkin. Odatda pensiyaning bir qismi, masalan, 50% gacha bo'lgan miqdori undirilishi mumkin. Qolgan qismi esa sizning yashash minimumingizni ta'minlash uchun qoldiriladi. Shuning uchun, agar sizning sud qarori bilan tasdiqlangan qarzlaringiz bo'lsa, bu yangi qonun sizni bu majburiyatdan ozod qilmaydi. Balki faqatgina undiruv tartibini va miqdorini aniqroq tartibga soladi. Bu yerda asosiy tuzoq shundaki, ba'zi pensionerlar sud qarorlari haqida to'liq xabardor bo'lmasligi mumkin va ularning pensiyasidan pul undirilayotganini faqatgina bank xabarnomasidan bilib qolishlari mumkin. Har doim o'z moliyaviy majburiyatlaringizni kuzatib boring. 4-navbatda bank bilan o'zaro aloqa. Ba'zi pensionerlar bank xodimlari bilan muloqot qilishdan qochadilar yoki ulardan biror narsa so'rashga uyaladilar. Yangi qonun sharoitida bu xato bo'lishi mumkin. Banklar endi yanada ko'proq ma'lumot so'rashi, ba'zi tranzaksiyalarni tasdiqlashini talab qilishi mumkin. Agar siz bank xodimlari bilan muloqotga kirishmasangiz yoki ularning savollariga javob bermasangiz, bu sizning pensiya hisobingizning bloklanishiga olib kelishi mumkin. Har qanday shubhali holatda bank siz bilan bog'lanishga harakat qiladi. Agar ular sizga yetib bormasa, xavfsizlik maqsadida hisobingizga cheklov qo'yishi mumkin.
Shuning uchun bank bilan doimiy aloqada bo'ling. Telefon raqamingizni yangilab turing va bankdan kelgan SMS xabarlarga e'tibor bering. Agar siz telefonda kimdir o'zini bank xodimi deb tanishtirib, shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rasa, ehtiyot bo'ling. Haqiqiy bank xodimi telefon orqali PIN kod, kartaning to'liq raqami kabi maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlarda telefonni qo'yib, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling va vaziyatni aniqlashtiring. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi qadamlarni bosishingiz kerak? Birinchi qadam, bankingizga murojaat qiling. Eng avvalo, siz pensiya kartangiz xizmat ko'rsatadigan bank filialiga borishingiz yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Bank xodimlari sizga nomer 14330 sonli qonunning sizning shaxsiy holatingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirib berishi kerak. Ulardan pensiya kartasi bilan bog'liq yangi qoidalar, ayniqsa pul yechish, to'lovlarni amalga oshirish va boshqa shaxslarning kartadan foydalanishi bo'yicha qanday cheklovlar borligini so'rang. Agar sizning pensiyangizni yaqinlaringiz oladigan bo'lsa, ular uchun qanday hujjatlar talab qilinishini aniqlang. So'rang, agar men o'zim bankka kela olmasam, o'g'lim yoki qizim mening nomimdan pul yechishi uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Ba'zi banklar uchun oddiygina yozma arizaga sizning imzoingiz va barmoq izingiz yetarli bo'lishi mumkin. Ammo aksariyat hollarda notarial tasdiqlangan ishonchnoma shart bo'ladi. Bu savollarni berishdan tortinmang. Bu sizning pulingiz va sizning xavfsizligingiz. Ikkinchi qadam, agar pensiyangizni boshqa shaxslar boshqarayotgan bo'lsa, darhol ishonchnoma rasmiylashtiring. Agar siz pensiya kartangizni farzandlaringizga, nabiralaringizga yoki boshqa yaqinlaringizga ishonib topshirgan bo'lsangiz va ular sizning nomingizdan bank operatsiyalarini amalga oshirayotgan bo'lsa, darhol notariusga murojaat qiling va ularga notarial tasdiqlangan ishonchnoma rasmiylashtiring. Bu ishonchnomada aniq qilib, kimga qaysi operatsiyalarni amalga oshirishga ruxsat berilganligi, masalan, naqd pul yechish, to'lovlarni amalga oshirish, kommunal xizmatlarni to'lash ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ishonchnomani berishdan oldin yana bir bor bank bilan maslahatlashib, aynan qanday matnli ishonchnoma ularga ma'qul ekanligini aniqlab olishingizni tavsiya qilaman. Ba'zi banklar standart shablonlarni talab qilishi mumkin. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi va yaqinlaringiz ham sizning pensiyangizni boshqarishda qonuniy asosga ega bo'ladi. Ishonchnoma rasmiylashtirish uchun sizga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat pasport kerak bo'ladi. Ishonchnomani oluvchi shaxs ham o'z pasporti bilan birga bo'lishi lozim. Uchinchi qadam, kartangiz ma'lumotlarini himoya qiling. Har qanday holatda ham pensiya kartangizning PIN kodini, to'liq raqamini, amal qilish muddatini va orqa tomondagi 3 xonali CVV kodini hech kimga aytmang. Hatto bank xodimiman degan shaxslarga ham. Esingizda bo'lsin, bank xodimi telefon orqali sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga shubhali SMS xabarlar kelsa yoki qo'ng'iroqlar bo'lsa, ularga javob bermang, havollarga kirmang. Har qanday shubha tug'ilganida bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Onlayn xaridlar qilganda faqat ishonchli saytlardan foydalaning. Kartangizni yo'qotib qo'ysangiz yoki undan pul yechib olinganligi haqida shubhali SMS kelsa, darhol bankka xabar bering va kartani bloklashni so'rang. Bu juda muhim, chunki yangi qonun firibgarlikdan himoya qilishni maqsad qilgan bo'lsa-da, sizning shaxsiy ehtiyotkorligingiz birinchi o'rinda turadi. 4-qadam, moliyaviy faoliyatingizni kuzatib boring. Har oy pensiyangiz tushgandan so'ng bankdan ko'chirma oling yoki internet banking ilovasidan foydalanib hisobingizdagi mablag'lar harakatini tekshiring. Bu sizning pulingiz qayerga sarflanganini bilishingizga yordam beradi. Agar siz bilmagan yoki tasdiqlamagan tranzaksiyalarni topsangiz, darhol bankka murojaat qiling. Pensiyangizdan ortiqcha undiruvlar yoki noto'g'ri to'lovlar bo'lsa, bank xodimlari sizga yordam berishi kerak. Agar bank masalangizni hal qilmasa, Adliya vazirligi yoki O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Moliyaviy savodxonlikni oshirish va o'z mablag'laringizni kuzatish yangi qonun sharoitida yanada muhim ahamiyat kasb etadi. 5-qadam, bank bilan aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Bankda ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingiz doim faol va sizga tegishli bo'lishi kerak. Chunki bank siz bilan SMS xabarlar yoki qo'ng'iroqlar orqali bog'lanishi mumkin. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka borib,
uni yangilab keling. Aks holda muhim ogohlantirishlar yoki tasdiqlash kodlari sizga yetib bormay qolishi mumkin. Bu esa kartangizning bloklanishiga yoki boshqa noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Hurmatli pensionerlar va ularning yaqinlari, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Anga bir ich o'tin sonli yangi qonun pensiya oluvchilarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, uning noqulayliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan jihatlari ham mavjud. Shuning uchun yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qilib, o'z huquqlaringiz va majburiyatlaringizni bilgan holda harakat qilish juda muhim. Bu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun uni jiddiy qabul qiling. Siz bu yangi qonun haqida nima deb o'ylaysiz? Uning qaysi jihatlari sizni ko'proq xavotirga soladi yoki aksincha quvontiradi? Fikr mulohazalaringizni sharhlar bo'limida yozib qoldiring. Ularni o'qib o'zaro tajriba almashishimiz mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Toki shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.